Uy-joy va ipoteka bozori barqaror rivojlantiriladi. O'zbekiston Respublikasida uy-joy va ipoteka bozorini barqaror rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra quyidagilar uy-joy sohasini barqaror va muvozanatli rivojlantirishning asosiy ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi. Jumladan, yangi O'zbekiston massivlarini barpo etish ishlarini izchil davom ettirgan holda, uy-joy fondida zamonaviy uy-joylar ulushini 2040-yilga qadar 50% ga yetkazish, uy-joy qurilishi sohasini uy-joyning yagona hayotiy sikli tamoyili asosida kompleks isloh qilish va uni amalga oshirishdagi to'siqlarni bartaraf etish. Farmonga ko'ra, qurib bitkazilmagan uy-joylarni birinchi navbatda qurilishga jalb etish, shuningdek, ekologik toza mahsulotlardan foydalanib, uy-joy infratuzilmasini oldindan barpo etishni nazarda tutadigan kompleks qurilish tamoyili asosida uy-joylar qurilishini tashkil etish tartibi joriy etiladi. Kompleks qurilish tamoyili doirasida quyidagilar ta'minlanadi. Jumladan, kompleks qurilish dasturlarini faqat ochiq va batafsil ishlab chiqilgan rejalar asosida tayyorlash, loyihalarni amalga oshirishda hududlarning kelgusidagi ijtimoiy ehtiyojlarini inobatga oluvchi kompleks yondashuvdan foydalanish.